Assalomu alaykum do'stlar. Xabaringiz bor, 2-oktyabr kuni ozishlikka challenge e'lon qilgandim. Ya'ni 32 kg ozaman deb 90 kg tushishim kerak niyat. 10-11 kunga borib qattiq mazam qochdi. Emirtaga tushsam grija xulosasini chiqardi. Ya'ni ikkita grija bor belda. 117 kiloda qotib qolgandim. Yana 117 kilo bilan bugundan boshladim, xudo xolasa. Bugungi vaznim 117 kilo. Licheniyadan keyin birinchi kun chiqishim yurishlikka. Bugun Allohga shukr chiqdim. O'ng oyoqda ozroq og'riq bor, chidasa bo'ladi inshaalloh. Yursam ya'ni yoyilib ketadi. Yurishlikdan keyin zavtrak, tvorojniy pankeyk. Ozroq vaqtim bor edi. Fitness stulcha yasadim, ya'ni skameyka. Eniga 25 bo'ladi. Bo'yi 90 sm, eni 25 sm, ya'ni balandligi, yerdan balandligi 40 sm. Bu juda ham yaxshi bo'ladi. Gantel, shtanga ko'tarishingizga, yelkangizning ikki kuragiga xalaqit bermaydi, ya'ni 25-30 sm qilsangiz enini. Hozir yasaymiz sizlar bilan birgalikda. Ya'ni bizda mana shunaqa hunarimiz ham bor do'stlar. Ora-turada santexniklik qilib turamiz. Mana shunaqa stol stul yasab turamiz. Diyetolog qilamiz. Ya'ni hijoma qilamiz. Kstati do'stlar, bundan keyin hijomaga qarindoshim chaqirdi. Oyoqqa turgan bo'lsang do'stim, keyin hijomani qil dedi. Hozir buni yasaymiz. Telegramga qaraymiz savol-javobga, undan keyin hijomaga boramiz. Hijoma qilib kelamiz inshaalloh. Mana stulimiz ham bitdi. Skameykamiz, ya'ni trenajyor, mana trenirovka qilib ko'ryapman. Yaxshi yelkalar tegmayapti, ya'ni kurakka xalaqit qilmaydi. Mana hijomani boshladik. Borib o'zim hijoma qilib keldim. Hijomani tugatgandan keyin uyga qaytdik do'stlar. Sizlarda qanaqa natija bo'lyapti do'stlar? Men bilan birga boshlaganlar sizlarda necha kilogram natija bo'ldi? Kommentariy ochiq do'stlar, kommentariyga yozamiz. Kim qanaqa qilib ozyapti, kimda qanaqa natija. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Har 2 kunda ko'rishib turamiz video orqali. Obuna bo'linglar.